Biznesni rivojlantirish bankidan istalgan biznes uchun oson kredit oling. O'zbekistonda har kuni yuzlab biznes ochilmoqda. Bu tasodif emas. Davlat rahbari bugun shaxsan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosatini olib bormoqda. Imkoniyat hech qachon bunchalik yaqin bo'lmagan. Tadbirkorlik endi faqat biznes emas. Bu harakat, o'sish, kelajak. Biznesni rivojlantirish banki shu imkoniyatni real qadamga aylantirdi. BRB Lift Business Reality Show'si. Butun respublikadan 500 dan ortiq ariza. O'zbekistondagi eng sariq quruq mevalarni premium klassda. Mani loyiham 100% zo'r ekanligiga ishonchim komil. Kitob savdosi bo'yicha biznes rejam bilan keldim. Bizning faoliyat turimiz asosan tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish. Mani biznesim marketing bilan bog'liq. Ishlab chiqarish, asosan maxsus formalar, uniformalar bo'yicha. Biz eng kuchlilarni tanladik. Biznesini ko'tarishga tayyor bo'lganlarni. Я основательница косметического бренда Flirt. Ichimliklarga ingredient yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Elektr energetika sohasi bilan shug'ullanaman, import distributsiya. Mana hozirgi kunda 60 tadan oshiq kompaniya bizni ishlatyapti. Men Cherry Mix brendining asoschisiman. Yo'nalishimiz baliqchilik, chorvachilik. O'zbek brendi asoschisiman. Kiyim ishlab chiqaramiz. Loyiha mentorlari, global darajadagi biznesmenlar. Ruslan Mamadov, Mario Russo asoschisi, premium segment, xalqaro bozor. Bir nechta davlatlarda ishlaydigan real biznes. Men 4 ta jihatga ega tadbirkorlarga investitsiya kiritgan bo'lardim. Ko'zida uchqun bo'lsin, muhabbat bo'lsin, noodatilik va orzu bo'lishi kerak. Orzu. Shu 4 ta jihat bo'yicha baholayman. Dildora Atajonova, Teodora Goods asoschisi, Dalatek hammuassisi. O'zbekiston mahsulotlarini dunyoga olib chiqayotgan ayollardan biri. Menimcha, men birinchi o'rinda biznesiga tegishli bo'lgan hamma mayda savollarni berib chiqaman. Qanchalik bu inson o'zini sohasini chuqur biladi. Ya'ni men uchun muhimki, bu o'zi biznesni aynan bu kishi yaratgan bo'lishi kerak. Alisher Alimov, Azma Finans asoschisi, Minora AI asoschisi, biznesni tizimga aylantiradi. Texnologiya orqali o'sadi. Faqatgina o'zimni tajribamdan kelib chiqib bir narsani ko'rsatishim mumkin va o'zim bilgan narsalarni, butun dunyoda bir xil bo'lgan narsalarni men ko'rsatib berishim mumkin. Luiza Sharahmetova, Mediva Clinic, Mediva Resort, strategiya, tizim, masshtab. Birinchi o'rinda bu qat'iyati kuchli, o'ziga bo'lgan ishonchi, loyihasini sevadigan, kerak bo'lsa uni nafaqat raqamlarda ko'rsatib bera olishi, balkim loyihani qanchalik qiymati yuqoriligini va qanchalik aholiga bo'lgan kerakliligini yoritib bera oladigan tadbirkor bilan ishlagan bo'lardim. Said Talibov, Asclepiy Group, STM Holding, distributsiya, dorixona tarmoqlari, katta tizimlar. Самый главный результат, который Biz ularga beradigan maslahatlar bir kunda natija bermaydi, lekin 2-3 yillik strategiya tuzishga va bizneslarini qaysi tomonini rivojlantirishni tushunishga yordam beradi. Bizni bu shoudagi asosiy vazifamiz shu. куда свой бизнес дальше развивать. Вот самое главное, что вы должны получить от этого шоу. Azam Qahramoniy, Englify asoschisi, Teacher Azam. Bilimni kontentga aylantirdi, kontentni esa biznesga. Qanaqa bizneslarni ko'rmoqchiligim haqida gapiradigan bo'lsam, aynan mana shu vaqt shamolini to'g'ri ko'ra olayotgan, bozordagi o'zgarishlarni ilg'agan va o'sha to'lqinga chiqa olgan yoki chiqmoqchi bo'lgan bizneslarni ko'rmoqchiman. Loyiha vizioneri Anvar Abduqayyum O'zbekistonda birinchi o'yinchoqlar imperiyasini qurgan. Eng pastdan boshlagan. Biznesni kitobdan emas, o'z vujudida his qiladi. Va barchasi BRB Lift Business Reality Show'sida biz boshladik. To'g'risini aytganda, zo'r proyektga aylantirsa bo'ladi. Ha. Ya'ni bukinist.uz masalan, bukinist.uzmi shunagan yoki eski kitob.uzmi deb bir sahifa ochib, SMM'ga olib, o'shanga oyiga $500 $1000 Bloger kerak bo'ladi, yaxshi bitta. U zo'r yurg'izsa, mana qimmat kitoblarga, mana oddiysiga aytaman, Bartiltda kitoblari bor-da, $1000 ham turadi. Lekin hozir bular qo'llariga 500 mingga kimdir tashab ketsa, bular 700 mingga sotib yuboradilar.
Buni olib u $1000 sotish kerak. Uni Yevropada, Rossiyada talabi bor, masalan. Bu odamda hamkor topishlari kerak va shu bilan loyiha qilib kelsalar, kelgusida Anvar aka, kelgusida deysiz, hozir Russoni keyin eshitib olaylik, keyin meni gapim bor. Вы закончили? Da, почти закончили. Хорошо. Insonlarni ikkita tuyg'u boshqaradi. Bu muhabbat va qo'rquv. Birinchi galda barcha mentorlar nomidan yoshingizni hurmati o'rnimdan turib shuni aytamanki, kirib kelganingizda ko'zlaringizda o'z ishingizga muhabbatni his etdim. Meni hamisha rafiqam qo'llab-quvvatlab kelgan. Vaholanki men eng quyi pog'onalardan boshlaganman. U menga hamisha shunday derdi: "Shunchaki o'z ishingni bajar. Qancha daromad qilishing va kelajakda nima kutayotgani muhim emas. Balki men yutqazarman, balki buni kelajagi yo'qdir, lekin men ishga bo'lgan muhabbatingiz bilan siz bilan birga davom etishga tayyorman." Taqda Russo bo'ldi, olingan bo'lsa vaqt ketkazmaymiz. Keyingi ishtirokchi kutib xaridorga siz omadli insonlardan biriga aylandingiz. Russo o'zlari sizni mentorlikka oldilar. O'zim oldingizga boraman, yoshingiz katta. Biz O'zbekistonda va Ozarbayjonda kattalarni, o'z ishini yaxshi ko'radiganlarni hurmat qilishga o'rganganmiz. Men yoningizdaman, hatto loyiha tugagandan so'ng ham. Большое спасибо вам. Rahmat, Rahmat sizlarga saqli insonlar. Juda ijobiy, xursandman. Nimaga desangiz, Behbud aytgan, Turkiston elini ilmsiz qoldirmang, ilm ma'rifat yo'lida ishlayotganlarni qo'llab-quvvatlang. Endi biznes asosan daromadga bog'liq hisoblanadi. Endi bilmadim xafa bo'lishadimi yo'qmi? Biznes so'zining tarjimasi zo'ravonliksiz insonlar hamyonidagi pulni tortib olish hisoblanadi. Shuning uchun biznesda asosan daromad, endi har bir pul tikilgan pul daromad keltirishiga aniq bo'lishi kerak. Bizda fidoyilik kasbi deyapman-ku. O'shaning uchun biznes uncha katta biznes hisoblamaymiz. Juda qo'llab-quvvatlayman. Bular yaqinda bizga kirib kelishdi. Juda e'tibor xursandman. Bu birinchi sonlari ekan. Juda xursandman. Mani ismim Azamat. Kompaniyamizning oti Boduo. Biz xorika sohasidagi restoran barlar uchun imенно ichimliklarga ingredient yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Bu biznes tanlashimizning asosiy maqsad bu biznesda potensial ko'rganimiz, ya'ni o'sib boruvchi soha bo'lgani uchun xorika, ya'ni restoranlarga xizmat ko'rsatish, ularning menyusini almashtirish, har xil sezonli menyular qo'yishlar bilan shug'ullanganimiz uchun bu juda ham katta potensialga ega bo'lgan biznes bo'lgani uchun shuni tanlaganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mani ismim Azamat, familiyam Yunusov. Bizning kompaniyamizning oti Boduo. Biz mana 4-yil уже xorika sohasidagi 800 dan oshiq kafe, restoran, barlarga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Ya'ni bizning yo'nalishimiz ichimliklar uchun ingrediyentlar. Ya'ni biz Xitoy bilan birga hamkorlik qilamiz. Xitoyda Boduo zavodi bor, katta, juda ham nufuzli zavod. Ular bilan birga hamkorlik qilamiz. Mana 4-yil. Biz hozir yangi proyekt so'zlash qilganmiz. Buning ismi Bubble King. Ya'ni o'zimizni qilgan Bu o'zingizning brendingiz, ha? O'zingizga. Ha, o'zimiz. Ularning производствоsi. Ularning производствоsi, ularni mana biz Xitoy bilan hamkorlik qilamiz. Ularning opitidan kelgan holda, ular misol uchun har bitta kvartal 6 oy, 7 oyda bizda o'zimizda bo'lib, ularni opitlari bilan biz bilan bo'lishib, bizga o'rgatishadi. Narx masalasi bo'yicha ichki bozordagi brendlar bilan raqobatlashish. Bizda narx ancha arzon bo'ladi va shuni hisobiga o'zimizning mahalliy, ya'ni aholi bemalol tatib ko'ra oladi. Xuddi shunaqa sifatga ega bo'lgan, xuddi shunaqa ta'mga ega bo'lgan boshqa joyda qimmat sotilayotgan bubblechilarni o'zimizning ingrediyentlardan, ya'ni Xitoydan kelayotgan o'sha mahsulotlardan ichib ko'rishadi, lekin narxi 2 barobar arzon bo'ladi. Bubble King yuridiskiy siz brendingizmi? Patentingiz bormi? Bor. Hozirgi vaqtda biz o'zimiz tochka ochmaganmiz, lekin juda ham ko'p bizning partnyorlarimiz bo'lgani uchun biz prosta o'zimizga reklama qilgan uchun o'sha hozirda 10 ta franshiza sotganmiz viloyatlar bo'yicha. Bizning qiladigan ishimiz bu franshizadan emas, bu mahsulot berish. Boduo yo'nalishda oborot qancha sizda? Bir oyligini aytsam, bir 500 million. Bir yillikini. Bir oylik 500 million. Qarang, siz sezonli, mavsumiylik bor-da, o'shaning uchun 1 yil so'rayapmiz. 1 yilligi shu 1 milliarddan oshmaydi. Shuni aytavering. 1 milliardga yetadi lekin. Ikkita, to'rtta olishadi-da. Ha. Asosiy bizning maqsadimiz именно shu franchise Bubble King franshizasini raqobatlasha oladigan darajaga yetkazish, brendga yetkazish. Chunki hozir Indoneziyada, Xitoyda juda ham katta brendlar O'zbekistonni bozoriga kirib kelishyapti. Mana yuridik tomonidan yana bir marta tushuntiring. Siz
franshizani Xitoydan sotib olib, O'zbekistonda sotyapsizmi yoki o'zingiz konseptni o'ylab topib, noldan konsept qilganmiz. Milliy brend. Qozog'istonda, Rossiyada ko'rib konseptni O'zbekistonda upakovka qilib, endi franshiza qilib sotyapsiz. U hech qayerdan ko'chirilmagan, o'zimiz tomonimizdan ishlab chiqarilgan nol. Menyusidan tortib, ishchilarigacha, texnologiyasi, даже dizayniga dan tortib hamma narsasi patent qilingan, уже patent bor. Dokumentatsiya tomonidan hammasi ishlab chiqilgan. Demak, g'oyani muallifi ham sizsiz. Ya'ni da, sherigim o'rtoqlarim, sherikchiligida boshlaganmiz. Hozir bizda 3 ta. Neçə yaşınız var? 24. 24 yaşınız var. Maşallah olsun sizə. Mən indiyə kimi görən bu kandidatlardan ən hazırlıqlı, ən gözəl biznes planı olan, gözlərində və çox böyük bir həvəsi olan Ot var. Od var, bəli var. Va har bitta gapirayotgan Məndə gaplarda asos bor. 50-50, 50-50-yə ki, mən istəyirəm insana işləmək, amma bilmirəm nə isə çatmır, bilmirəm nəyə çatmır. Ya bu biznesin gələcəyini görmürəm. Bubble tea sohasi aynan yosh avlod ichida, chunki meni o'zimni farzandlarim ham Ichishadimi shu yaxshi ko'rishadi, ichishadi. Men hayron qolaman, mana bunaqa idishda qanaqa qilib ichishadi deb. Va uje kumirga aylangan, ya'ni bubble tea ga boramiz yoki yo'lma-yo'l bubble tea dan o'tishimiz kerak. Aynan hozirgi yilda bilmadim bu biznesning umri qanchalik uzun yoki qisqa, lekin trend bo'yicha hozir juda katta talab bor va buni bu vaqt ichida yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Shu shuni savol deb o'ylab javob bersam maylimi? Bubble tea sohasining kelajagi haqida. Uzoqqa chiqmaymiz. Qozog'istonni oladigan bo'lsak, Qozog'iston bozorida bubble tea ni imенно o'zini местный brendlaridan juda ham ko'pligi tufayli hozir просто yurasiz. Dorixona, magazin qanaqadir bubble tea. Dorixona, magazin qanaqadir. Dorixonalar yo'lida bubble tea ochamiz. O'zimizani hozirgi bubble tea. Rahmat, azamat. Tushunarli bo'ldi. Endi mana bunaqada sartarosh hammani sochini ko'radi, tish doktor hammani tishini ko'radi. Bubble tea yursangiz, bubble tea ko'raverasiz hamma joyda. Shunaqa. Bizani ham plan, bizani ham plan. Bo'ldi, rahmat. Oxirgi gapimni ayting. Ustod. Az ko'rasizlarmi? Rahmat, to'g'ri azamat. Azamatdan mashaqat narsasi bor. Ambitsiozni-da bu. Bu shartdagi sizlarni ham ustingizga chiqadi hali. Bu yaxshi ham. Yo, eplay olasizlarmi shuni ham o'ylaylar. Chotkim. 3 ta odam tanlayaptimi? Tanlayapsizmi? Sizchi? Luiza. Xo'p, demak, dori yo'nalishlari meva, quritilgan meva, Xorika ham biz restoranlarda. Men imенно bularni backgroundlari bilan yaxshi tanishganim uchun, imенно chetlar bilan juda ham ko'p ishlaganlar uchun men shundan tanlayman. Молодец. Allaqachon ush сразу bo'ldi. А ты уже знал тогда, что ты сразу? Просто yaltirmoqchi bo'ldi. Кто еще, да, кто еще? Bo'ldi, rahmat, azamat. Молодец. Четко, умничка. Не, по-моему, Тяжело, самая да, Дора, да? профессиональная презентация. Mentor dorani tanlashimdan asosiy maqsad imенно ularni shu chet eldagi, ya'ni eksport bilan ko'proq ishlaganlar, chet davlatlar bilan ko'proq ishlaganlarda katta o'qitlari borligi menga juda ham qo'l keladi. Chunki meni ham asosiy maqsadim bu jahon bozoriga chiqish, chet el bozori, SNG davlatlaridagi xuddi shunaqa menga o'xshagan konkurent brendlar bilan raqobatlashish. Berbelift shousi bo'yicha fikrim juda ham ijobiy, ya'ni bu juda ham katta возможность. Agar mentorlarni hozir eshitdim, agar sizda rostdan o'zingizda ambitsiya bo'lsa, o'zingizda stoyish proyekt bo'lsa, ular sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishadi va to'g'ri investitsiya olishadi degan umiddaman. Meni ismim Nurmuhammedova Shahnoza. Men TikTok va Amazonda tobora rivojlanib borayotgan Flirt pardoz vositalari brendi asoschisiman. Shuningdek, men shu yerda O'zbekistonda savdo qilishni ham yo'lga qo'ydim. Anchadan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotganligim bois, har bir qizni muammolaridan xabardorman va ularga yechim topishni istayman. Assalomu alaykum. Kimga ruchka kerak edi? Kimnidir ruchkasini almashtirish kerakmidi? Menikidan almashtira qolaylik. 1000 so'm. 1000 so'm? Ha. U demonstratsiya qilyapti. Sotishni boshlab yubordi. U menga sotyapti. U Wall Street qiz bo'risi. U allaqachon pulista. Mendan bitta bonus. Maşallah, maşallah. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Shahnoza. Samarqandda tug'ilganman. Men tadbirkorman. Boshqaruv biznesi va savdo sohasida 10 yillik tajribaga egaman. Bu sohalarni yaxshi bilganim uchun o'z kosmetika brendimni yaratishga qaror qildim. Nomi Flirt. Ayni damda u AQShda, TikTok va Amazon kabi zamonaviy marketplace'larda rivojlanmoqda. Mana 1 yildirki, o'sish davom etmoqda. Siz buni Amerikada sotyapsizmi? Ha,
Amerikadami? AQSh. Amazonda ya? AQShda. Amazon va TikTok. O'zbekistonda yashab, Xitoydan buyurtma qilib, Amerikada sotyapsizmi? Ha. Qoyil sizga. Savdo qanday bo'lyapti? Bir yilda o'rtacha $50,000 aylanma bo'lyapti. Shunda sizga qancha foiz qoladi? Marja qancha? Agar meni tanlasangiz, hammasini batafsil aytib beraman. Yaxshi. Shahnoza o'zbekcha savol beruraman. Tushunasiz-ku? Men o'zim tushunmaganim uchun so'rayapman. Bu albatta siz olasiz va sotasiz. Ishlab chiqarmaysiz. Men uni o'zim yaratganman. Hammasini sinovdan o'tkazganman. Men har bir qizni muammosi bilan tanishman va ularni qanday hal qilish kerakligini bilaman. Men o'zim pardoz vositalaridan foydalanaman va nimalar kerakligini bilaman. Biz sizga nima uchun kerakmiz, Shahnoza? Brendimni taniqliligini oshirish uchun va tovar masshtabini kengaytirish hamda bozorlarga chiqish uchun. Dunyo bozorlariga. Siz Toshkentda, O'zbekistonda sotmaysizmi? Sotaman, bir oy bo'ldi. Qayerda sotasiz? Onlayn sotaman. Bizni onlayn platformamiz bor. U yerda hammasini onlayn sotsa bo'ladi. Shu bilan birga bizni brendimizni rivojlantirish takliflari ham bo'lyapti. Ular tovarimizni barcha do'konlarga tarqatishmoqchi. Sizda pardoz vositalarimi yo parvarishmi? Pardoz vositalari. Bu yuzda qanaqa fikrdasiz? Olmoqchimisiz yoki savollaringiz bormi? Deyarli hamma savollarimni berib bo'ldim. Men uchun tushunarli. Mani fikrim, Shahnoza hozir rivojlanish jarayonida yaxshi ketyaptilar, lekin aynan 500 million qanchalik ularni biznesini yanada kengayishiga yordam berishini ko'rmayman. Chunki Hop, Luiza, siz o'ylang. Russo bo'lsang ham tegishli. Menga keladigan bo'lsak, men bu qizda Russoni ko'rdim. Yonib turgan ko'zlarini ko'rdim. Qat'iyatni ko'rdim. Sizga ruchka sotganida tushundim. Ha. Faqat ruchkani sotgani, o'zgacha ko'rinishni xohlagani yoki boshqa narsa uchun emas. Unda juda katta xohish bor. U bir yil harakat qilgan. Unda ishtiyoq juda ham katta. Aynan shuning uchun men unga kerakman. Biz kelajakda birgalikda Luizani savoliga javob beramiz. Kelishdik. Men bunga bajonidil kirishaman. Tugmani bos unda. Xo'p, kelishdik. Kelishuv amalga oshdi. Tabriklayman. Barakalla. Katta rahmat. Men hozir sizga ruchkani qaytaraman. Unga haq to'laganimda berasiz. Bo'ldi, kelishdik. Kelishdikmi? Tabriklayman. Katta rahmat. Rahmat sizlarga. Siz jamoadasiz. Ko'rishguncha. Qarang, savdo hajmini 3 barobar oshirib bermasa, menga aytasiz. Xo'p bo'ladi. Shahnoza, unga o'tkir nigoh bilan ko'zlariga qarab 5 barobar oshiramiz deb ayting. Unga natija ko'rsataman deb va'da bering. Hammamizga. Men kutilgandan ortiq natija ko'rsataman. Rahmat. Barakalla. Barcha mentorlar ichida Ruslan Mamadov ajralib turdi. U birinchi bo'lib meni imkoniyatlarimni ko'ra oldi va meni tanladi. Umid qilamanki, kelajakda yaxshi til topisha olamiz. U menga yaxshi yordam bera oladi deb o'ylayman. Men xalqaro bozorga chiqishni va meni mahsulotlarimdan har bir inson foydalanish imkoniga ega bo'lishini istayman. Men Nurmatov Alimardon, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidanman. Mening biznesim asosan savdo-sotiq, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishga asoslangan. Men Nurmatov Alimardon, harakat suving natija xususiy korxonasi rahbariman hozirda. Faoliyatim ishlab chiqarishga asoslangan, savdo-sotiq ham bor, xizmat ko'rsatish ham bor, 3 ta yo'nalish ham. Nima mahsulot ishlab chiqarasiz? Xom g'isht bilan buloq g'isht. Tushunarli. U meni turmush o'rtog'imning yo'nalishi. Ana bo'lmasam. Okey, qiziq. Qarang, xom g'isht olasiz. Meniki. Xom g'ishtga nima orqali xom g'isht chiqarasiz? Chunki gaz bilan muammo bor. Yo'q, tuproq o'zidan pirslangan holatda. Mavsumiy quyosh kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Qayerda joylashgansiz ishlab chiqarishingiz? Ishlab chiqarish Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Oldin bu yo'nalishni qancha vaqt mobaynida shug'ullangansiz, rivojlantirgansiz? Ishlab chiqarishga 1 yil vaqtimni shu diqqatimni qaratdim. Shu 3 faza muammosi hal bo'lmagani uchun to'xtatdim. Ham ishchi yollab, ishchilar orqali biznesni yo'lga qo'yish kerakligini, chunki men o'zim boshqa bizneslarim bo'lgani uchun bunga vaqt ajratsam, bularga vaqtim kamayib borgani uchun o'zim bilimga ega bo'lib shu tushunarli. Hop, asosiy uzr gapingiz bilan asosiy mijozlar bu o'sha savdo nuqtalarimi, do'konlar yoki bozorlarmi yoki to'g'ridan to'g'ri uylarga aholini hammasi bu xizmatdan foydalanadi, ishlab chiqarish. BB Lift loyihasidan nima kutyapsiz, maqsad? Bu loyihadan avvalo o'zimga ko'proq bilim, tajriba, qaysi yo'nalishda bilim kerak? Tajriba. Bilim
Shu biznes yo'nalishi bo'yicha. Biznes tizimni aynan yo'lga qo'yish. Keyin sizlar menga nimani loyiq deb bilsalaringiz, shu imkoniyatdan ham foydalanish. O'ylab ko'ring, Luiza. Afsuski, men yordam bera olmayman. Uzr. Ha, Alimardon aka, rahmat ishtirok uchun, kelganingiz uchun. Omadlar tilaymiz. Javobni eshitdingiz. Zafarlar, ishingizga omad. Ishingizda omad. Rahmat. Rahmat. Mentorlar ichida qurilish sohasiga ko'proq tajribaga ega bo'lgan mentor bo'lganda, balkim uni ko'ndira olardim deb o'ylayman. Luiza opa endi ayol kishi bo'lgani uchun qurilish sohasi meni yo'nalishim emas deganda menda shunday tasavvur paydo bo'ldi. Meni ismim Isroil. Biz O'zbekiston Respublikasi dunyo brendlaridan biri Apple kompaniyasining rasmiy servis markazi hisoblanamiz. Meni qiladigan ishim rasmiy servis markazi qoshida ochilgan iMarkaz akademiyasi bor. Ya'ni telefon ta'mirlash kasblari, kompyuter ta'mirlash kasblari, sun'iy intellekt qila olmaydigan kasblarni o'rgatamiz. Bu yerda tanlashdan asosiy maqsadimiz moddiyat bo'lmagan. Bu yerda qadriyatlarimiz, ya'ni insonlar, O'zbekiston xalqi mehnatkash xalq, bularga kasb o'rganishi osonroq. Ya'ni bizda xalqimiz muhandis, injenerlar, kasb egalari juda ko'p. Nima desa bo'ladi? Talantli insonlar bor. Bularni rivojlantirib, dunyo bozoriga yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Charchamabsizlarmi? Rahmat. 1 daqiqa vaqtingiz bor. Boshlang. Meni ismim Isroil. Biz dunyo brendlaridan biri Apple kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy servis xodim markazi hisoblanamiz. O'zbekistonda yirik kompaniyalar, farmatsevtika va davlat tashkilotlaridan juda ko'plarga xizmat ko'rsatamiz. Men hozirda iMarkaz akademiyasi, ya'ni zamonaviy kasblar, sun'iy intellekt qila olmaydigan kasblar, injener, muhandislarni ta'minlab ishlab chiqarish, ya'ni o'qitish bilan shug'ullanamiz. Yaqin 2 yildan beri shu faoliyatni olib boramiz. Hozirgi kunda 13 ta viloyatda bizda muhandis, injenerlarimiz ishlab kelmoqda. O'rta Osiyo bo'yicha bizda raqobatchi yo'q, ya'ni qo'shni davlatlardan ham bizda o'quvchilar yetarlicha. Ya'ni siz Apple kompaniyasi bilan shartnoma asosida Apple kompaniyasi bizga oylik to'laydi. Akademiyamizda bizni bitirgan o'quvchilar bor, ya'ni aholiga sifatli xizmat ko'rsatish, ya'ni telefon ta'mirlashni o'rgatamiz-da. Bundan tashqari kompyuter ta'mirlashni o'rgatamiz. Bitta har xil narsa, to'g'rimi? Bitta brend asosida ham web servis, ham akademiya. Men akademiya mavzusida kelganman sizlarning oldinglarga. Masalan, bizda o'quvchilarimizda nogironligi bor o'quvchilar bor yoki institutlarni bitirganda yaxshi bitirib yaxshi nima qilgan, sog'lig'i tufayli davlat ishdan chiqib ketganda, lekin uni kasbi yo'q, kreditxo'r bo'lib qo'yganda, shularga biz qisqa muddatda, ya'ni bizda unikal nimamiz tarafimiz 4 yil, 5 yillab ustoz shogird an'anasi bo'yicha kasb o'rganmaydida, bizda 2 yillik, 3 yillik kasb o'rganib, biz ish bilan ta'minlaymiz. Ya'ni jihozlarni olib beramiz. Yana bitta katta xalqaro Forward kompaniyasi Amerika, Yevropa mamlakatlariga jihozlarni yetkazib beradigan nimani O'zbekistonga rasmiy sotuv bo'limini olib kelganmiz. Обороtingiz necha pul tagda? Oyiga 250-300 million umumiy оборот. Уже. Ha, ya'ni bitta o'quvchi o'rtacha qancha vaqt, necha oy davomida o'qiydi? Bormi shu ma'lumot? Bor. Noldan kelgan inson 40 kun mobaynida bitta kasbni o'rganib, bemalol ish bilan ta'minlaymiz. Ish bilan ta'minlab berasiz? Ish bilan ta'minlaymiz. Xo'p, ana endi 500 million nimaga kerak? Nima rejalar bor? 500 biz yaqin 5 yillik rejamizni qilganmiz. iMarkaz akademiyasini school darajasiga, ya'ni texnikum darajasiga, sun'iy intellekt qila olmaydigan, inson qo'li bilan qiladigan maktab darajasiga ko'tarmoqchimiz. Bu planlarimiz tayyor, faqat bu pul shuni tezlashtirish uchun. Isroil aka, men sizga nima deya olayman? Bizda bir katta platformamiz bor. 400 mingtadan ortiq studentlarni ish bilan ta'minlaydigan platformamiz bor. Deyarli O'zbekistonda barcha universitetlar уже ro'yxatdan o'tgan platforma bu. Career Center degan. Men sizga nima bilan yordam bera olayman? Shu hozir siz aytayotgan soha, men o'ylaymanki, juda zo'r soha, juda zo'r rivojlanadi va men sizni o'zimni jamoamga olishga tayyorman. Shu bilan endi dal ishlaymiz BRB liftni yutish uchun. Tabriklaymiz sizni. Tabriklaymiz. Sizlaringizga omad. Omad sizga. Rahmat. Zo'r. BRB lift loyihasini o'sha boshlanganda o'zi yaxshilab tanishib, mentorlar ham qanaqa ularni tanishib chiqqanimizdan keyin xulosam shu bo'lganki, agar rostdan prozrachniy bo'lsa deganman, endi keldi mana довольно zo'r hammasi prozrachniy. Bu kerak hammaga, ya'ni chunki jamiyat bilish kerak, nima bizneslarga nima da'vat qilinyapti, o'qituv nimalar jamiyatimiz. Bu narsalarni bilish kerak. Men keldim, rostdan prozrachniy, bu narsa davomiy bo'lishi kerak. Ya'ni hammani o'zini qadriyatlarini, o'zini loyihalarini olib chiqib, mayli mentorlarimiz tavsiya berishmagan taqdirda ham shu televideniyaga chiqish imkoniyati, o'zini biznesini reklama qilish imkoniyati berganinglar uchun hammaga rahmat. Ismim Sardor, Bitwin degan platformaning asoschisiman. Bu platforma mikroinflyuenser blogerlar bilan bizneslarni ulab beradi. Biz aynan mikroinflyuenserlarga e'tibor qaratganmiz. Nega? Chunki ularda jonli auditoriya,
va ularga ishonuvchan auditoriya bor bo'lgani uchun bilasiz bozorda naturalnilik qochib bormoqda reklamalarda, Instagramni ko'rganingizda ham blogerlar qaysidir narsani reklama qilayotganda pulli reklama qilayotganini sezib turasiz. Bizning platformada u narsa bilinmaydi. Nativniy reklama bo'ladi. Biz shu narsaga e'tibor qaratganmiz. Tasavvur qiling, sizni biznesingiz yoki produktingiz haqida bir vaqtning o'zida sotsial tarmoqlarda aktiv bo'lgan 100 dan oshiq odamlar gapirsa. Bitpin degan platformaga asos solganmiz. Bu platforma influencerlarni bizneslar bilan ulab beradi. Ya'ni qanaqa ishlaydi? Bizneslar o'z biznesini yoki produktini reklama qildirmoqchi bo'lsa, bizni platformamizga joylaydi eventlarni, unga o'zlarini xohlagan qonun qoidalarini yozishadi, nima qilish kerakligini yozadi va narxini belgilaydi. Undan keyin bo'lsa influencerlar bu eventlarni ko'radi. Agar ularga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qiziqdim knopkasini bosadi va bu narsa biznesdagi ko'rinadi. Biznes o'ziga yoqqan influencerlarni tanlab oladi. Bitta blogerning puliga biz 100 dan oshiq influencerlarni bir vaqtda o'zida yuborib berishimiz mumkin. Buni o'zingiz ya'ni manualni qo'l bilan qilasizlarmi? Ya'ni xodimlar qiladimi yo platforma o'zi sun'iy intellekt bilan qiladimi? Sun'iy intellektni endi qo'shyapmiz, ya'ni integrate qilmagansiz. Hali qo'shmaganmiz. Buni hozircha sun'iy intellektsiz qilyapti. Kim qiladi masalan mani akkauntim yoki Azamni akkauntini hozir analiz qilish kerak. Men sizga zakaz beryapman, reklama berdim-da. Qanaqa analiz qilasiz? Biz ko'rib chiqamiz. Bizda xodimlarimiz bor, o'tirib akkaunt ko'rib chiqadi. Bu faqat registratsiya darajasi. Registratsiya jarayonida. Hozir savol bo'lsa boshqalarda ham. Sardor aka, sizga savolim, qaysi tarafdan sizlar pul ishlayapsizlar? Ya'ni siz influencerdan foiz olasizmi yoki komissiyami yoki qanaqa ishlayapti? Biz biznes tomondan pul olamiz. Boshida biz faqatgina barter asosida ishladik. Ya'ni qanaqa? Restoran, kafe, beauty salon, shunga o'xshash joylar bilan ishladik. Ular bizga o'zlarining uslugalarini berishdi tekinga. Bu yoqdan biz influencer jo'natdik. Shunaqa ishlab bizneslardan pul olyotdik. Endilikda bo'lsa, endi biz kichkina bizneslardan ko'ra katta biznesga e'tibor qaratishimiz kerakligini bilib turib, katta bizneslardan pul olamizda, o'sha pulni tarqatib beryapmiz kreatorlarga. Asr bo'lmasa hozirgi oylik обороtingizni ayta olasizmi? O'tgan oy $5,800 daromad qilganmiz. 60 million bidet. Ha. Undan oldingi oylar $700, $800 atrofida bo'lgan, ular hammasi barterda bo'lgan edi. Xo'p, nimaga kerak investitsiya yoki grant sizga nimaga kerak? Birinchi navbatda biz Qozog'iston bozorini ko'rmoqchimiz. Shu bozorni research qilishga ishlatmoqchimiz. Undan tashqari boya aytib o'tganimdek, biz AI agent qurmoqchimiz mana shu platformamiz ichida. Ya'ni har bitta influencerni, har bitta podpischiga kimligini aniqlaydigan tool yaratmoqchimiz. Uni auditoriyasi qancha, qayerda yashaydi, yoshi necha yosh degan AI agent qilmoqchimiz. Shunga ishlatmoqchimiz pulni. Men sizga savol beraman. Uzr yana. Hozir men raqiblaringizni o'rganib chiqqanmiz. Men o'zim siz borligingizni ham bilmas edim. Men eng qimmati bor dunyoda o'shani ishlataman. Hozir bitta endi reklama bo'lmasligi uchun nomini aytmayman. Yillik abonentskisiga $14,000 to'ladik. Oyma-oy to'lab kelyapmiz. Mana o'sha platforma AI agenti bor, hamma narsa bor. Любой mana Teacher Azamni hozir kiraman, hamma danilari bilan chiqarib beradi. Ana bo'lmasa. Qachon, nima ko'rgan, nima target yoqgan, butun. Siz o'sha bilan qanaqa raqobat qilmoqchisiz? Qozog'istonga kirish degani, siz boyiga eng gigant bilan, global o'yinchi bilan raqobat qilishingiz kerak. Zo'r savol berdingiz. Biz mana shu narsani platformamizni kuchaytirish orqali, o'sha AI agentlarni qo'shish orqali shu narsaga yechim bermoqchimiz. Ya'ni IT tarafini zo'r qilib bozorga kirmoqchimiz. Mayli, hamma sirlarni aytib tashlamaymiz. Qarang, sizda CTO bor, siz o'z biznesdan chiqqansiz, advisorlaringiz bor ekan. Men o'zim tomonidan bera oladigan faqatgina yordamim, men nimani sizlarga, nima qiymat olib kela olaman? Bu aynan bloger psixologiyasi, mikroinfluencer psixologiyasi, uni kommunikatsiyasi qanaqa qo'yishi, KPI qanaqa bo'lish kerak va undan tashqari TZL qanaqa yopilishi kerak va qanaqa biznes egalari довольный bo'lish kerak. Nimaga? Chunki men ikkita qirg'oqdaman. Men blogeramman, men biznes egasiman. Ikkala mishleniyani ham ko'raman men. Komandamizga kakras shunaqa odam yetmayapti. Kakras tizimni yo'lga qo'yib berar ekansiz ularga. Kim oladi? Konkret loyiha juda zo'r. Men mentorlikka olaman. Mana Azamaga ularkanlar. Zo'r menimcha-da mentorlik qiladilar. Kakras sizga ham bo'ladi ham talab bor ekan. Menimcha ana Qarski qo'ldan chiqadi, ikkita chapay bo'ldi. Nima qildik? Barakami? Davay, bosamiz. Grantni ololmasak ham biz bitta anaqa bilan yutib ketishimiz mumkin, katta shartnoma bilan. Kim yog'iga keyin gaplashamiz-da yog'ini. Bo'ladi, Sardor bey, xush kelibsiz. Chiqishimdan mamnunman, lekin bir ikkita joylari esimdan chiqib qoldi chiqqan paytimda. Gapirishim kerak bo'lgan joylar, misol uchun mana hozir sizlarga aytib berdim. Nativniy reklama haqida gap ketdi. U yoqda shu narsalarni aytish esimdan chiqib qoldi. Lekin 90% chiqishimdan xursandman.
yaxshi gapirdim deb o'ylayman. Maqsadlarimiz birinchi navbatda Amerika bozoriga chiqish va Qozog'iston bozoriga chiqish. Bu bo'yicha bo'lsa mana xudo xolasa mentorlardan bilimlarni olamiz. Undan tashqari oldin olgan bilimlarimiz bor. Misol uchun biz Amerikada Silicon Valley rezidentimiz, Silicon Valleyda akseleratsionni programmalarda qatnashganmiz, Gollandiyada qatnashganmiz. O'ylayman, xalqaro tajribamiz ham bor. Mening ismim Rustam Zakirov. Toshkent shahrida yashayman. Bizda biznes loyihamiz, ya'ni tuning intellektiga moslashtirilgan o'zbek tilidagi Dodai nomlanganmiz. Chet eldagi Vio, Banana, Runway, Open, Alexandra tuning intellektlarida qilinadigan generatsionniy rasm, video, prompt, reklamalar, logolar yasaydigan o'zimizni o'zbek tilidagi tuning intellektimizni qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Ismim Rustam Zakirov. 10 yildan ortiq IT mutaxassisiman. Hozirgi kunda ta'lim sohasida ham faoliyat yuritaman. Biz hozir yangicha, ya'ni o'zbek tilida AI yaratdik. Ya'ni Doda AI deb nomladik. Doda. Bu Doda AI'miz nima qilib bera oladi? Bizga o'zbek tilida prompt yozgan holda rasm, videolar, multiplikatsion, reklamalar, logolar tayyorlab bera oladi. Biz hozir o'shani rivojlantirib 7 xil til, ya'ni O'rta Osiyoda moslashtirilgan, qaysi tilda istalgan bo'lsa, o'sha 7 xil tilda bemalol prompt yozib foydalaniladi. Ya'ni asosiy urg'usi o'zbek tilida. Bizda konkurent O'zbekistonda yo'q. Biz hozircha yagona bo'lib turibmiz. Savol shundaki, o'zbek tilida prompt yozish mumkin deyapsiz. Lekin boshqa LLMlarda, boshqa modelda ham o'zbek tilida yozsa bo'ladi-ku. Yo'q, o'zbek tilida prompt qiladi. Masalan, biza rasm, video yaratayotganimizda ko'pincha ingliz tilida prompt nima qilamiz-ku? Bu ben qilgan dastur algoritmga moslashtirilgan, ya'ni o'zimizning IP'miz bu. Ya'ni boshqa sun'iy intellekt IP'dan foydalanilmagan. Hozir kunda oyiga 30 million, 35 millionga yaqin daromad qilyapmiz. Qanchasi firmalar, qanchasi odamlar? Hozir kunda bizda 4 ta firma bor. Qolgani bloger bilan SMMchilar. Xo'p, mana deylik, mani onlayn platformam bor, ingliz tili platforma. Mani montajyorim ishlatadi, o'sha VO3 ishlatadi, Nano Banana boshqalardan video ham yasa oladi, ChatGPT o'zi bilan ham gaplasha oladi, rasm ham generatsiya qila oladi. Nega sizdan olishimiz kerak aka? VO3 bananalarda bu ma'lum bir chegaraga asoslangan. Chegara yo'q, zo'r ishlatishyapti ular. Yo'q, chegaraga ma'lum qanchadir qismida IP kald, ya'ni kredit beradi. Ha, to'g'ri. O'sha kredit o'tadi. Bizda kompaniyalar bilan agar tushadigan bo'lsak, bizda 1 yillik shartnomada limitlari bilan qo'shib bera olamiz. Ya'ni siz Nano Banana va shunga o'xshagan boshqa video yoki rasm generatorlarni berayotgan kreditidan ko'proq, kredit ya'ni bu yerda necha marta biz ishlata olamiz, video yasa olamiz, tomoshabinlarga ham aniqlik bo'lish uchun shundan ko'proq taklif qila olasizlar. Shunday. Qanaqasiga sizlar birinchi qo'l berayotgan Nano Banana o'zidan ko'p beryapsizlar? Bu IP, masalan kredit olyapsiz-ku, masalan bananadan deyapsiz, VO3dan kredit. Ular o'sha maxsus generatsiyasi bor. Bu qilayotgan ishimiz biz o'zimizning generatsiyamiz. Biz xohlaganimizcha ishlatamiz, xohlaganimizcha chegara qo'yamiz. Ya'ni men sizlarni platformada kirib kelgan video yasayman, Nano Banana ishlatmayman, to'g'rimi? Shunday. Aha. Xo'p, nima uchun ular milliardni kompaniyalar, Hixfieldlar milliard dollardan oshdi Qozog'istonning kompaniyasi. Menga juda ham qulay Gollywood filmlarini qilib beryapti menga. Nega sizdan olishim kerak? Mayli kredit qiziq emas menga, anus sifati qiziq menga. Endi hozir ko'p bu g'oya biz 3 yil, 4 yildan beri ustida ishlaganmiz. Algoritm asosida qilingan narsa bu g'oya. Chetga chiqib ketadigan, o'zimizda masalan chetda kelayotgan hozir o'sha sun'iy intellektdan foydalangan chetga chiqib ketyapti pul. O'sha pulni biz o'zimizga olib qolmoqchimiz. Tushunarli. Savollar bormi? Savollar yo'q. Alisher. Yo'q, Rustam aka, menimcha bu soha hozir qonga to'lib ketayotgan soha bo'lyapti. Juda raqobatchilar ko'p. Shuning uchun men past. Rustam aka, hech kim taklif bera olmaydi mentorlik bo'yicha. Lekin sizga omadli tilaymiz. Agar rostdan muvaffaqiyatli bo'lsa, men fantastik voqea degan bo'lardim. Bitta video post ham qilsam kerak ekan bu haqida. Menimcha to'g'risi. Rahmat sizga. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Menimcha hali bu narsani chuqurroq tushunmadilar. Tushunishmadilar. Balkim bularga tegishli soha bo'lmagani uchun, balkim mening fikrim bo'yicha biz qilayotgan ishimizni, o'sha yaratgan platformamizni hali ko'pchilik tushunmayapti-da. Fikrim ajoyib, yaxshi. Bu
yanada ham bir nima deydi, tadbirkorlarni ham, yoshlarni ham ilhomlantiradigan g'oya. Ko'p narsa oldim, bu narsaga yanada ham chuqurroq shug'ullanishimni bilib oldim. Ismim Muhammad Ali va men Focus on Marketing agentsiyasining rahbariman, asoschisiman va biz mahalliy brendlarga, korxonalarga marketing bo'yicha xizmatlar ko'rsatamiz. Bizneslarni raqobatbardoshligini oshirib berish uchun marketing juda muhim qurollardan biri desa bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni ismim Muhammad Ali. Assalomu alaykum. Men Focus on Marketing asoschisiman. Bizning agentство marketing va reklama bozorida mahalliy brendlar bilan ish olib boradi. Va bugungi kunda biz tushundikki, biznes rivojlanish uchun strategiya juda muhim omillardan biri. Va hozirgi bugungi imkoniyatlardan foydalanib, AI toollardan va AI agentlardan shu strategiyalarni hamyonbop narxda va tez ularga yetkazib berish. Chunki hozirgi bozor rivojlanishi juda tez rivojlanyapti. Shu sababli biz hozir mahsulotimizni MVP dan tayyor produktga olib bormoqchimiz. Muhammad Ali aka, hozir AI agentlarda mahsulot yaratmoqchimiz deyapsiz. Aynan qaysi yo'nalishga ko'proq o'zingiz ko'ryapsiz? Ko'proq rivojlanish talab bor bizneslarni hozir ko'ryapmiz. Медицинский направлениялар, keyin developer направлениялari raqobatbardoshligini kuchaytirib bermoqchimiz. O'sha nima orqali kuchaytirmoqchisiz? Platformami nima bu? Bu AI platforma sizdan kerakli ma'lumotlarni oladi, saralaydi va sizga to'g'ri qaror qabul qilish xaritasini beradi. Muhammad Ali aka, hozir bozorning o'zi hajmini hisoblaganmisizlar? Qanaqa? Taxminan 262 million marketing imini byudjet har yili mana shu oxirgi 25-yilda ajratilgan O'zbekiston miqyosida va MENA davlatlarida hozir taxminan 13 milliard dollar atrofida marketing imini xizmatlariga ajratilyapti. Qancha hozir o'rtacha daromadinglar? O'rtacha daromadimiz bizani hozir 15-20 ming. Muhammad aka, savol bor. Nimaga biznesingiz bankrot bo'lishi mumkin? AI o'chib qolsa agar. Bo'ldi, faqat shunda. Ungacha agar biz o'zimizni MML'imizni yaratishga ulgurmasak, to risk mana shu. Men biznes egasi sifatida men mahalliy AI agentlar bilan ishlamayman, chunki ular meni ma'lumotimni ba'zanni sotadi deb qo'rqaman. Men faqat chet el Notion, ClickUplar bilan ishlashim mumkin. Bunga nima deysiz? Uni ham yechimi bor. Sizni hamma baza dannilaringiz chet eldagi serverda saqlanishi mumkin. Sizlar o'zingizlar sotishinglar mumkin. Va buni holati juda ko'p. Ba'zi sotilishi ko'p holat, buni bilamiz hammamiz. Endi u security baribirga siz bilan kelishilgan holda chiqarmasligiga bizning huquqimiz bo'ladi-yu. Biz o'zimizdan o'zimiz chiqara olmaymiz uni. Ya'ni shartnoma javobgarlik bo'ladi-da, albatta. Okay. Balki asosiy biznesingiz shundandir, ma'lumot sotish bilmadim. Muhammad Ali aka, xo'p, nima kutyapsiz bu yoqqa kelishdan? Nima maqsad? Avvalambor networking. Bu yerda hozir shu paytgacha bir nechta asoschilar bilan, biznesmenlar bilan tanishdik, ularning loyihalarini ko'rdik va bu yerdagi hozir o'tirgan mentorlardan mentorlik podдержка shu startaplarda yuqori darajadagi salohiyat va natijalarga ega bo'lgan mentorlardan o'sha xizmatni podдержкасini olish. Menimcha mentorlar orasida eng bularning sohasi yaqin men bo'lsam kerak. Agar yo'q demasanglar, men taklif qilardim o'zimni jamoamga. Endi bu yog'iga nima deysizlar, o'rtoq mentorlar? Alisher aka sohalari bo'yicha tanishmisiz Muhammad Ali aka? Ha, albatta. Bo'ldi, Muhammad Ali, sizni tabriklaymiz. Alisher rahmat, mentorlik qiladilar. Rahmat. Finalgacha birga chiqasizlar. Sog' bo'ling. Rahmat. Srazu. Keyingi maqsadlarimiz shu o'zimizni loyihani keyingi darajaga olib chiqish uchun tezroq va samarali yechimlarni topib, loyihamizni keyingi raundga olib chiqish. Meni tajribam birinchi marta unaqa shoularda ishtirok etish va bu tajriba menga faqatgina yaxshi taassurotlar qoldirdi. Ismim Abdulla, Metanchi loyihasining asoschisiman. Metanchi bu haydovchilar hamda zapravkalarni bog'lovchi platformadir. Bunda haydovchilar zapravka ishlayaptimi, narxi qanaqa,
bonuslar hamda cashbacklar haqida ma'lumot olish mumkin. O'zim raqamli mahsulotlarni boshqarish magistraturasini bitirganman va O'zbekistonda ko'rdimki, ko'pchilik haydovchilar hamda zapravkalar muammoga duch kelyapti. Qishda zapravka gaz sotadi, lekin yozda sota olmaydi. Haydovchilar qishda gaz topolmaydi, yozda zapravka gaz sota olmaydi. Shunga biz yechim qilganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Abdulla. Men metanchi loyihasi asoschisiman. Metanchi bu 3 million haydovchilarni va 1,5 mingta metan zapravkalarni bog'lovchi ilovadir. Ilova. Sizlarni mijozinglar metan zapravkalarmi yoki mijozlar? Metan zapravkalar ham 3 millionta haydovchilar ham. Biz bularni bog'lab beramiz. Haydovchilarni. Bizni haydovchilar uchun taklifimiz shundaki, haydovchilar ilovamiz orqali qayerda zapravka ishlayapti, qancha davleniya narxi qancha va eng muhimi katta mashinalarga chegirmasi bormi, yo'qmi ko'rib tursa bo'ladi. Metan zapravkalarga taklifinglar? Metan zapravkalarga taklifimiz shundaki, metan zapravkalar hozir oddiy modelda ishlashadi. Ochib qo'yadi, metan bor, kelinglar, bo'ldi. Ularni raqamli marketing xizmatlari yo'q. Ya'ni bizda mana bunaqa narxlar hozir, kelinglar degandagi ilova qilib beradi shu ishni. Xuddi shunaqa. Narxlarini ko'rib tursa bo'ladi, aksiya qo'shib qo'ysa bo'ladi. 3 dan 5 gacha bizda narx arzon, kelinglar deb. Happy hours bo'ladi McDonald's. Abdullaga, bozor hajmi qanaqa o'zi sizlarda? Bozor hajmi O'zbekistonda metan gaz bozori 2,7 milliard dollarni tashkil etadi. Aynan sizlarni bozoringlarning hajmi qanchalik? Pulni kimdan topasiz? Pulni zapravkalardan topamiz. Nima uchun to'laydi? Zapravka bizga foiz to'laydi to'lovlardan. Hozir 1-apreldan zapravkalar onlayn tizimga, ya'ni komissiya ko'rinishida. Komissiya ko'rinishida. Necha foiz to'laydi shunda? 1%. 1% umumiy hajmi qancha dedingiz boya metan bozor hajmi 2,7 milliard, biz buni 20%ni egallamoqchimiz. Demak, 2 milliard bo'lsa, 2,7 milliard, to'g'rimi? Taxminan 3 milliard atrofida. Potensialniy bozor. U hamma ishlashi majburmi sizlar bilan? Hamma metan zapravkalar? Yo'q, metan zapravkalarga hozir nima uchun bu kerak? Menda savolim bor. Men metan zapravka ochsam, men nima uchun siz bilan ishlashim kerak? To'g'ri savol. Maqsad zapravkalar hammasi ochiq, lekin odam jalb qilish kerak ular. O'shanaqa instrument bo'lamiz biz ular uchun. Narxni tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Cashback bor bizda. Russo, gazoy, bratan. Mijozlar bormi? 3 millionta, O'zbekistonda 5 millionga yaqin. Yo'q, hozirgi kunda ishlayaptimi bu loyiha yo yangi loyihami? 10 mingdan ortiq foydalanuvchilarimiz bor bizda. 10 mingdan ortiq. Qancha oyda shuncha mijoz qo'shildi? Birinchi MVP chiqarganimizda produktni, birinchi versiyasida Telegramning o'zida 2 haftaning ichida 3,5 mingta foydalanuvchi kirdi. 1 haftaning. Qaysidir Telegram, qaysidir guruhda reklama berdinglarmi? Yo'q, ilova-ku bu. Bitta zapravkani ulaganmiz. Bitta zapravkaga shu informatsiyonni berib qo'yganmiz. Informatsiyani ko'rib qo'shilishdi. Sarafandan radio. Bugungi kunda oylik aylanma necha pul ekan? 55 ming dollardan yuqori. Komissiyani o'zini ayting. Hozir komissiya olmayapmiz. Sababi shundaki, biz zapravkalarni ko'proq ulab, ko'proq odam jalb qilib olsakkina, o'shanda foydani qanaqadir imtiyozli muddat bor hozir. Muhim deb o'ylayman. Mayli, shu yerda narsaga aytsam. Qarang, hozir birorta mentor siz tanlasa, sizga aytsa, bo'ldi, endi bugun yoki ertaga biza shu anaqani monetizatsiyani yoqishimiz kerak. Yoqasizmi? Yo'q, strategiyada u narsani biz mentor bilmaydi-da, baribir bu narsani ichiga kirib ko'rish kerak. Qayerdan daromad topasiz deb. Daromad o'zimiz hozir 10 mingta уже пользовательlar o'zimiz uchun, biz uchun daromad hisoblanadi. Tushunaman. Siz har kuni rasxodingiz bormi? O'zim rasxod qilyapman. Manimcha siz nimani hisobiga yashaysiz? Siz mana hisobiga yashaysiz. O'zimni biznesim bor. Qaysi biznesingiz bor? Naski sotaman onlayn. Оборот 2-3 milliard so'm. Oyiga endi biz yiliga? Da. Men biz u biznesga gaplashmayapmiz. Bunda konkurensiya ham ko'p. Bozor hajmi ham unaqa katta emas. Nima uchun katta? 40 millionta odam yashaydi O'zbekistonda, shuncha paypoq kerak hammaga. Yo'q, paypoq kerak, ishlab chiqaruvchi ham ko'pda. Bunda masshtabировать qilish uchun hamma sharoit bor. Rынок katta, tez masshtabировать qila olamiz. Tushunarli. Demak, mentorlar, kimda qiziqish bor? Undan ijobiy energiya taralmoqda, undan pul hidi kelmoqda. Bilmayman, bu sohadami yoki boshqa sohada nima bo'lganda ham u pul topa oladi. Unda allaqachon bitta yaxshi jihat bor. To'g'ri aytasiz. U faqatgina paypoq savdosi bilan 2-3 milliard foyda ko'rayotganini aytdi. Aytdim-ku, undan pul hidi kelyapti deb. Yoki paypoq hidi. Pulni hidi bo'lmaydi. Sizlarda hozir rынокda raqobatchilar bormi? Именно bizni qilayotgan ishimizda yo'q. Bitta sizda faqat shunaqa programma bor.
bilasizmi, mana hozir siz ko'ryapman deyaptilar aka, men o'zimni ko'ryapman. 5-6 yil oldin xuddi shunaqa turganman. Bu yerda boshqa investorlar turgan. Men ham aytganman, "Yo, bizda platforma bor, da monetizatsiya hali yoqilmagan, не обязательно. Biz boshida mana shunaqa qilishimiz kerak, bunaqa qilishimiz kerak. U pullar keyin bo'ladi. Главное mana shu odamlar ko'payadi и так далее." Biz har doim biz o'zimizga shuni aytamiz-da. Men hozirgi kunda men bilamanki, meni eng kuchli tarafim tadbirkor imенно sifatida eng kuchli tarafim mana shu qo'rquvdan уже voz kechdim. Как раз mana har doim qo'rquv bo'lib turadimi? Men sразу aytaman, что ketdik, hozir ko'ramiz, pul keladimi, kelmaydimi. Men просто tavsiya qilaman sizga. Men ham hozir qiziqishimni bildiraman. Meni tanlaysizmi, boshqa mentor tanlaysizmi? Lekin iltimos, хотя бы mana 1 kunga, 2 kunga просто yoqib ko'ring-da, tekshirib ko'ring. Men chunki ko'ryapman, bu yerda qanaqadir blok turibdi baribir. Siz o'zingizga любой narsani hozir aytasiz. To'g'ri. Mana shu so'zlardan keyin tabiiyki savol tug'iladi. Sizda qiziqish bormi mentorlikka olishga? Menda bor. To'g'ri mentor bo'lib. Menda qiyinchilik hali bo'ladi bu yerda, lekin proyekt qiziq. Tushunarli. Demak, to'g'ri qiziqish bildiriladi. Russo цитата либо бери как ментора. Левый берег. Я знаю, опять повторюсь, что он взорвет, но не думаю, что с этим бизнес-планом, с этим бизнесом. Это будет очередной опыт для него. Может быть. Посмотрим, станут ли твои слова пророческими. Посмотрим. Alisher aka? Juda qiziq, to'g'risini aytaman. Men Russo akamizga gaplaringizga qo'shilaman. O'zingiz tadbirkor sifatida juda yoqyapsiz menga. Lekin ham sizni shu qilayotgan loyihangizga men unchalik ishonchim ko'p emas, shuning uchun yordam ham berishim qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayapman aka. Ichidigan o ishonch bo'lmagandan keyin yordam berish ham tabiiy. Endi qanaqadir yordam berish kerak edi baribir mentor. Lekin siz shu nohaq bo'lib chiqishingizni lekin xohlardingiz kelajakda. Albatta. Albatta. Rahmat Alisher aka. Qalbdan chiqqan so'zlar. Luiza. Albatta bu meni yo'nalishim emas va bu sohada yordam bera olaman deb o'ylamayman, lekin o'zimdan qo'shimcha sifatida tavsiya bermoqchiman. Tadbirkor har doim to'g'ri bozorni, misol uchun talabni o'rganib chiqadi, taklifni o'rganib chiqadi, raqobatchilarni o'rganib chiqadi, lekin baribir bizning tadbirkorlarning asosiy fokusimiz bu biznes modelda bo'lishi kerak, ya'ni daromad manbaida bo'lishi kerak. To'g'ri, sizda strategiya bor uzoq yillarga, lekin baribir sizni daromad qismingizdan agar qadam bosishni boshlamasangiz, albatta ko'p jarayonlarda yutqizishingiz mumkin. Shuning uchun men ham Dorani gapiga qisman qo'shilaman va afsuski bu yo'nalishda yordam bera olmayman. Hozir 4 ta mentorimiz ketma-ket qiziqish bildirishmadi, yo'q olmaymiz deyishdi. Men tabiiyki tushunarli B2C, menda marketing, bu bo'lsa fintech, metan zapravka, umuman men soham emas va Said qoldilar faqat. Biznesni rivojlantirish bankidan istalgan biznes uchun oson kredit oling.